Mahalla obodligi, yurt boyligi degan hikmatli so'z bejiz aytilmagan. Zero mahalla obod bo'lsa, yurt tinch va farovon bo'ladi. Insonlar hayotida ham fayz va baraka ziyoda bo'ladi. Bugungi kunda Quva tumani hududida joylashgan mahallalarda keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Avvalambor baraka Allohdan bo'ladi. Mahalla birikdimi, hamma ishlar bitadi. Har bir mahallada faollar tashabbusi bilan ko'cha yoshlari birlashtirilib, hamjihatlik va o'zaro hamkorlik ruhida bunyodkorlik ishlari tashkil etilmoqda. Hududlarni tozalash, ko'chalarni tartibga keltirish, yashil hududlarni kengaytirish hamda mahallalar infratuzilmasini yaxshilash borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, mahallada yashovchi fuqarolarning birdamligi, o'z hududiga bo'lgan mas'uliyati va jipsligi kishining ko'zini quvontiradi. Bugun mana ko'tarinki ruhda umumxalq hashari tashkilladik. Hasharda butun mahallamizni yoshi, qarisi, erkagu, ayol hamma qatnashib, suv yo'llarimizni chiroyli qilib, yurtboshimiz ta'kidlagandek mahalladagi ariqlarni chiroyli qilib, ravon qilib, ishlarda amalga oshirdik. Mana bayramona qilib bugun mana shu mahallamizda sumalarlar tashkilladik. Mana ayollarimiz ham ishlardan kelishib, mana hozir sumalarni pishirishyapti. Juda bir chiroyli amalga oshirilyapti. Mana ko'rib tursangiz, yoshlar ham hammasi xursand. Yana o ishlar yakunlanganda kelib yana bir ko'rasiz, xudo xolasa, o'zgarishlarida. Bunday ezgu tashabbuslar nafaqat mahallaning yanada obod bo'lishiga, balki jamiyatda ahillik, mehr-oqibat va o'zaro hurmat muhitini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.